بسم الله الرحمن الرحيم. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. أهل الحديث استبشروا وتنعموا. Bismillahirrohmanirrohim. Abu Dovud rahimahullohning sunanlaridan darsimiz davom etyapti. Bugun 6-aprel 2025-yil. O'tgan darsda 136-bobga to'xtagan ekanmiz. Babu man karihal qiroata bi Fatihatil kitab ida jaharal imam. Imom jahriy o'qiganda Fatihani o'qish makruh deganlar. Yani o'tgan darsda aytdik-ku, bu o'qish kerak deganlar dalillar keltirdi. Endi o'qimaslik kerak degan, masalan, Hanafi mazhabidagilar. Mana shu makruh deganlar dalillar nima bu? 821-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiroatni jahriy qilgan namozdan chiqdilar. Keyin aytdilar: "Men bilan birga hozir sizlardan biror kishi qiroat qildimi?" Bir kishi "Ha ya Rasululloh" dedi. Rasululloh aytdilar: "Men aytdim, nimaga menga Qur'on talashilyapti" deb. Aytadilar, shundan keyin odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiganda jahriy qiroat qilganlarida qiroatni tark qilishdi, ya'ni qiroatdan tiyilishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mana shuni eshitganlarida. Abu Dovud aytadilar, Ibn Ukaymaning bu hadisini Ma'mar, Yunus, Usama ibn Zayd, Zuhriydan yuqoridagi Malikning rivoyatini ma'nosiga ko'ra rivoyat qilishgan deyapti. Ya'ni bu yuqorida o'tgan darsda Rasululloh unday qilmanglar dedilar-ku. O'sha hadisni ayni o'zi. Lekin qarang, o'sha o'tgan darsda o'tgan rivoyatimizda illo Fotihatul kitobda bo'lsa mayli degan joyi bor edi. Bu yerda hozir o'sha joy yo'q. Tabiiyki o'sha bor rivoyat qo'shib olinadi. Mana bu yo'q rivoyat o'shanaqa ma'noda tushuniladi. Hozir mana shu rivoyatni o'zinigina olib ba'zilar mana bo'ldi, o'qimanglar degan-ku Rasululloh. O'qimaydi, Fotihani bo'lsa ham deyishgan. Lekin boshqa rivoyat bilan olib qarasak, qo'shimcha joyi bilan, ha u Fotihani o'qish joiz degan istisnosi bor. Ana shundan ixtilof chiqadi-da o'zi. Kimdir hadisni faqat bir yo'lini eshitadi-da, bo'ldi, Fotihani ham o'qimaydi deydi. Kimdir shu hadisni boshqa yo'llar bilan to'plab eshitib, o'rganib, bu Fotihadan boshqasiga kelgan ekan-ku hadis deydi. Ana shundan mazhablar chiqadi. Ana shuni yo'llarini to'plab o'rgangan odam keyin qaysi to'g'riligini biladi. Kimdir aytishi mumkin, ha o'shani katta olimlar bilmaydimi mana shu rivoyatda boshqa rivoyatlari ham borligini deb. Shuni bilingki, hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin ham, sahobalar zamonida ham, tobiinlar zamonida ham hatto to'planmagan. Taba tobiinlardan keyin, mana Buxoriy, Muslimlar chiqib, ana shular zamonida keyin to'planish joriy qilindi hadislarni. Ana shuning uchun kiyimida hammasini yig'ib, terib qarash imkoni bo'ldi. Mana qarang. Yer sun'iy yo'ldoshdan ko'rilishdan oldin odamlar yerning xaritasini qanaqa qilib tasvirlardi? Hamma o'zicha bilgancha tasvirlab o'rgan, uch burchak, to'rt burchak qilib. Lekin keyinchalik bunday yer sun'iy yo'ldoshdan ko'rilgandan keyin bilindi-ku, yerda shakl bunaqa ekan, xaritalar bunaqa ekan. Ana shunga o'xshaydi-da bu degani keyingilar avvalgilardan ilmli bo'lgan degani emas. Avvalgilar keyingilardan ilmli bo'lgan. Lekin hadislar to'planmasi ma'nosi e'tiboridan keyingi kelgan ulamolarda imkoniyatlar ko'proq bo'lgan, chunki ularda qo'lda ko'proq manbalar bor. Ana shuning uchun avvalgilardagi ixtiloflar keyin kelib ketgan, ya'ni. Nima uchun chiqqan o'zi bu ixtiloflar? Hammasi oydin bo'lib qolgan. Keyin mana bu hozir rivoyatdagi odamlar shunda Rasululloh bilan Qur'on o'qishdan tiyildilar degan gap Zuhriyning gapi bu. Buxoriy aytganlar buni. Ya'ni Zuhriy u sahobiy emas, Rasululloh bilan bo'lgan voqealarni ko'radigan. U kishi o'zlaridan shunday ijtihoddan aytgan gap bu. O'zi Zuhriy rahimahulloh ko'pincha shu hadis asnosida o'zining gapini aytaverganda, ana shuning uchun Robi'a Zuhriyga aytganlar: "Agar siz hadis aytsangiz, o'zingizni kalomingizni Nabiy sallallohu alayhi vasallamning kalomidan ajratib ayting" degan. Ya'ni sharh asnosida, hadis asnosida sharh qilib ketib, o'zingizni kalomingizni Rasulullohning kalomiga aralashtirib ketavermang deganda. Ko'p shundan Zuhriyning gaplari hadis bo'lib kirib qolavergan hadislarning asnosida. Ular o'zi hadisda kelmagan, odamlar qiroatdan tiyildi Rasululloh bilan. O'shani hozir dalil qilyapti ular, o'qimaydi deganlar. Aslida esa bu Zuhriyning gapi. Zuhriyning gapi dalil bo'lmaydi. U kishi o'zining ijtihodi Zuhriydi. Odamlar tiyildi degan joy yo'q xullas. Tiyilgan bo'lsa ham zamzuradan tiyilgan, Fotihadan emas. Boshqa dalillar shunga da'vat qiladi. 822-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: "Bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qib berdilar. O'ylaymizki, u bomdod edi" deyaptilar. Keyin yuqoridagi qissani keltirilgan. Ya'ni Rasululloh chalkashganlar namozda, keyin nimaga menga Qur'on talashlayapti deganlar. Raviy Ma'mar aytadilar, odamlar shundan keyin Rasululloh jahriy o'qigan narsada qiroatdan tiyildilar. Yana Ibn Sarh rivoyatida keladi, Ma'mar Zuhriydan aytgan shu gapni deb keltirgan. Yuqorida aytdik-ku, Zuhriyning gapi bu o'zi, odamlar tiyilibdi degan gap. Ma'mar buni Zuhriydan eshitgan. Va yana o'sha Ma'mar aytadi, Ma'mar Zuhriydan deb, Zuhriy aytgan, Abu Hurayra aytgan, odamlar tiyildi deb Abu Hurayradan deb keltirgan bu gap ba'zilar.
Va qala Abdulloh ibn Muhammad az-Zuhri min baynihim. Abdulloh Muhammad az-Zuhri aytadilar, Sufyon aytgan, Zuhri bir gapni gapirdi, shunda men eshita olmadim, deyapti. Keyin Ma'mar aytdi, odamlar tiyildi deb Zuhri aytdi dedi. Mana ko'rdingizmi? Ma'mar aytib beradi. Zuhrining gapi bu. Odamlar o'shandan keyin qiroat qilmay qo'ygan ekan. Rasululloh shu gaplardan keyin odamlar deganda sahobalar nazar tutyapti, ya'ni. Abu Dovud aytadilar, Abdurrahmon ibn Ishoq Zuhriydan rivoyat qilgan hadis mana bu nega menga Qur'on talashlayapti deyman degan joyda tugagan, deyapti. Mana u yog'i hadis emas, Zuhriyning gapi. Yana Avza'iy Zuhriydan rivoyat qilgan, o'shanda Zuhriy aytgan, musulmonlar shundan ibrat oldilar. Keyin Rasululloh bilan jahriy qilgan namozlarda qiroat qilmasdilar deb. Mana Zuhriyning kalomi ekanligi deyapti. Abu Dovud aytadi, men Muhammad ibn Yahyo ibn Farisdan aytayotganini eshitdim. Odamlar tiyilib qoldi keyin qiroatdan degan joyi Zuhriyning kalomidan, deyapti. Mana Abu Dovud shuni isbot qilib berdi. Ya'ni xullas buni sahobalar aytmagan, Zuhriy aytayapti, odamlar tiyilib qoldi degan gapdi. Zuhriyning gapi esa hujjat bo'lmaydi dedik, shuning uchun tiyilib qolishlik degan gap yo'q. Qiroatdan bo'lsa ham faqatgina zamsuradan tiyilinadi, jahriy qiroatda, Fotihadan emas. Endi shuni Ma'mar bir o'zin so'zidan deb keltiryapti, bir Abu Hurayraning so'zidan deb rivoyat qilyapti, bir Zuhriyning so'zidan deb rivoyat qilyapti. Asli esa Zuhriyning kalomidan bu, sahihi o'sha. Endi xulosa nima bo'ldi? Makruh deyuvchilar dalili quvvatli emas. Ya'ni imom jahriy qilganda Fotihani o'qish makruh deganlar dalili quvvatli emas. O'qishlik haqidagi o'tgan rivoyatdagi dalillar quvvatli. 137-bob. Babu man ra'a al-qira'ata idza lam yajhar al-imamu bi qira'atihi. Imom qiroatni jahriy qilmaganda qiroat qilish kerak deganlar. Ya'ni mana maxfiy qiroat qilyapti imom. Tabiiyki zamsura haqida gap ketyapti. Fotiha chunki o'qiladi dedik. Fotihani ham va zamsurani ham mana shu imom maxfiy qiroat qilganda o'qishlik kerak deganlarning dalillari keltiriladi. 823-hadis Imron ibn Husayn aytadilar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam peshinni o'qidimi? Maxfiy namoz. Kim bir kishi keldida orqalarida qiroat qildi. Sabbih isma robbikal a'la deb. Qiroat qilib bo'lgandan keyin Rasululloh aytdilar, ayyukum qara, qaysilaring o'qidi dedilar. Haligi kishi qolu odamlar aytishdiki, rajul bitta odam o'qidi. Qala Rasululloh aytdilar, qad araftu anna ba'dukum khalajaniha. Men bildim, ba'zilar uni menga talashayotganligini dedilar. Ya'ni mana qarang. Rasululloh aytibdilar, kimdir o'qidi ha deyaptilar. Ha, o'qidi deyishyapti. Ha, bildim, ba'zilar talashyapsan dedilar. Lekin o'qimaylar dedilarmi? Ha, talashyapsizlar dedilar, lekin o'qimaylar dedilarmi? Yo'q. Ana shuncha Abu Dovud aytibdi. Valid aytadi hadisida, Shu'ba aytgan ekan, men Qotadaga aytdim deydi. Alaysa qawlu Sa'id ansitil Qur'an? Sa'id Qur'onga jim tur degan so'zi nima bo'ladi? Qol aytdiki, zaka ida jahrabi. Bu jahriy qilganda dedi. Ya'ni Qur'onga jim tur degan gap jahriy o'qilganda. Maxfiyda emas deyapti yani. Qol Ibn Kathir fi hadisi. Ibn Kathir aytadi hadisida, men Qotadaga aytdim, kannahu karihahu. Rasululloh yoqtirmabdilar shekillikda. Mana yuqoridagi odamga so'radilar-ku, qaysilaring talashyapsizlar deb. Ammo Qotada aytdiki, law karihahu naha anhu. Agar yoqtirmaganlarida qaytargan bo'lardilar dedi. Ya'ni Rasululloh yoqtirmasalar uyalib qaytarmay turadilarmi? Yo'q. Yoqtirmasalar albatta qaytaradilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarmadilarmi demak joiz degani. Faqat e'tibor bering. Shu qaysilaring menga talashyapti degan gapda bir ma'no bor-da. Imom bilan talashaydigan miqdorda jahriy o'qimaslik kerak. Rasululloh o'qimaylar deyotganlari yo'q, qarang. Talashyapti birlaring men bilan deganlar. Demak, imom orqasida imom maxfiy o'qiganda qiroat qilish joiz, faqat imom bilan talashmasdan. Ya'ni baqir-chaqir qilib imom bilan teng bo'lib o'qimasdan. O'z ichingizda o'qing. Chunki imom maxfiy o'qiyotganda, hech qanaqa Qur'on eshitilmayotganda sizga siz jim o'tirishligingizdan nima ma'no bor? Indamay o'tirishda o'zi jim o'tirishlikning o'zi nima bu? Nimasi ibodat bo'ladi? Namozda jim indamay o'tirish yo'q. Yo Qur'on o'qish, yo Qur'on eshitish bor. Yo o'zi zikrlaringiz bor. Shuning uchun xullas imom maxfiy o'qiganda o'qiladi. Imom bilan talashmaydigan miqdorda. 824-hadis. Imron ibn Husayn aytadilar, Nabiyulloh sallallohu alayhi vasallam peshinni o'qidilar. Keyin namoz tugatganlaridan keyin ayyukum qara'a bi sabbih ismi robbikal a'la. Qaysilar sabbih ismi robbikal a'lani o'qidi dedilar. Bir kishi men dedi. Rasululloh aytdilarki, alimtu anna ba'dukum khalajaniha. Bildim, ba'zilar men bilan uni talashdi dedilar. Yuqoridagi mavzu bu ham. Ya'ni inkor qilmayaptilar, faqat talashmaslik kerak imom bilan. 137-bob. Babu ma yujzi'ul ummiyya wal a'jamiyya min al-qira'a. Ummiy va ajamiyga joiz bo'lgan qiroat. Ummiy ya'ni o'qish yoshi bilmaydigan avom kishi. Eshitib yod etdi tabiiy u. Ajamiy endi mana bizga o'xshagan, asli arab bo'lmagan, haligi aynlarni chiqara olmaydigan, mahrajlarda arab mahrajlariga til qovushmaydigan kishilar. Bu juda muhim bob. Ba'zilar hozir dinni tajvid qilib olgan.
Din go'yoki shu tajviddan iborat. Birinchi namoz o'qishni boshlagan odamga nima qilayman desa tajvid o'rgan deydi. Tavhidni o'rgan, tajvid emas, barakatoh ko'r. Tajvidsiz o'lib ketsang jannatga kirasan inshaalloh, lekin tavhidsiz o'lsang emas. Mana hozir rivoyatda keladi. 825-hadis. Jabir ibn Abdullah aytadilar. Xaraja alayna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va nahnu naqra'ul Qur'an va fina al-a'rabiyyu wal-a'jamiyyu. Bizning oldimizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib keldilar. Biz Qur'on o'qib o'tirgandik. İçimizde Arabiy ham bor, ajamiy ham bor edi. Rasululloh aytdilarki, "Iqra'u fa kullun hasanun va sayaji'u aqwamun yuqimunahu kama yuqamul qidhu yata'ajjalunahu va la yata'ajjalunahu." O'qinglar, hammasi yaxshi. Va hali bir qavmlar keladi. O'q to'g'rilangandek to'g'ri qilishadi uni. U bilan tezlatib olishadi. Uni keyinga qoldirishmaydi deganlar. Ya'ni mana qarang. Rasululloh chiqib kelyaptilar, sahobalar o'tirishibdi, Qur'on o'qishyapti, ichlarida arobiy ham bor, ajamiy ham bor. Arobiy degani arab degani emas, shuni biling. Ya'ni arab degani mana o'zi Qur'on arablarda tilda tushgan. Sahobalar arab, ammo arobiy degan boshqa gap bu. Arobiy degani bu mana Qur'onda keltirilganki al-arabu ashaddu kufran va nifaqan. Alloh aytgan arablar bular arobiylar ashaddiy kofir nifoqi bor ular degan. Arobiylik u arablikdan boshqa narsa. Ya'ni dashtlik arab degani. Oddiy arab emas. Tushunarlimi? Masalan, arab bu kengroq umumiy. Buni tushunish uchun misol aytaman. Arab kengroq, arobiy esa xosroq arab. Buni tushunishingiz uchun bir misol aytaman, ya'ni. Masalan, turkiy xalqlar desa kimlar tushunasiz? Hozirgi Turkiyadagi turklar, Sharqiy Turkistondagi turklar, o'zbek, qirg'iz, qozoq, turkman, hamma shuncha kirib ketadi, to'g'rimi? Turklar deyiladi mana shular, turkiy xalqlar deyiladi. Bu umuman olganda turkiy xalqlar desa mana shular tushuniladi. Endi turk degandachi, mana hozirgi shu Turkiya hududida yashayotganlar tushuniladi. Arab bilan arobiyning farqi mana shunaqa. Arab desa uni ichiga har qanday arab kirib ketadi. Arobiy deganda bo'lsa, xos bir dashtda yashaydigan arablar nazarda tutiladi. Muhimi, sahobiy mana shuni aytayaptilar, ichimizda arobiy ham bor. Ular tabiiyki aksari ular johil bo'lgan, ummiy. Ana shuning uchun arobiy deb keltirilyapti. Alloh Qur'onda aytgan mana: "Va ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallohu ala rasulih." Arobiylar Alloh rasuliga nozil qilgan hududlarni bilmaydi eng ko'p degan. Ular bilmaydiganlardir degan. Ular johil, ya'ni. Tabiiyki men Rasululloh yonida yurgandek o'qiy olmaydi Qur'onni ular. Rasululloh yonida yurgan sahobalardek o'qiy olmaydi, ya'ni. Abu Bakr, Umar, Usmon roziyallohu anhular kabi ular o'qiy olmaydi Qur'onni. Shivalari ham boshqacha bo'lgan ko'pchiligini ular. Ana shuning uchun xoslab arobiyni keltiryaptilar. İçimizde arobiy ham bor edi, ya'ni arabdan boshqa arobiylar til kelishmaydi ular ham ko'p kerak bo'lsa. Va ajamiylar ham bor edi. Mana ajamlar islomga kirib kelgan, masalan, asli arab bo'lmagan Salmon al-Farsi va boshqa, ya'ni biz ham bilmagan yoki men bilmagan hozir bu yerda islomlayotgan muhim ajamlar bor edi ichimizda deyaptilar. Masalan, qul bo'lib kelib qolganlar. Arab bo'lmagan ular, ajam bo'lishgan. Kimdir Rumdan, kimdir Forsdan, kimdir Habashistondan qul bo'lib kelib qolgan. Xo'p, ana shular nima qilganlar Rasululloh? O'tkazib hammasini tajvid o'qitganlarmi? Mana qarang. Ha? Hammasini tavhiddan avval tajvid bilan tanishtirganlarmi? Yo'q. Hozir nima emish? Bir odam Fotihani 10 yildan beri o'rganayotganmish, ustozdan o'tkazib, hali ham uni ustozdan o'tkaza olmaganmish. Tafsirini desangiz ham mayli, tajvidini uni. Ana shundan hali gaplar kelib chiqqan. Fotihani nechta joyda kofir bo'lasan, o'qima. Ustozsiz o'qima Qur'onni, kofir bo'lasan. Ha, endi u ustozga esa taqiq bor, dars berish mumkin emas. Telefondan dars olsang ham bo'ldi, qamalasan. Muhimi, mana shu darajada tajvidda g'uluga ketish bor demoqchiman. Nima qilganlar Rasululloh? Shu darajada g'ulu qilganlarmi tajvidda? Qarang, iqra'u fa kullun hasan deyaptilar. O'qinglar, hammasi yaxshi. Ya'ni ana arobiymi, ajamiymi, o'qinglar, hammang qo'ldan kelgancha o'qinglar deyaptilar-da. Hammasi yaxshi. To'g'ri, bir narsa bor. O'sha ularning zamonidagi arobiy ham, ajamiy ham baribir ozmoz til kelishgan, bizda hozirgidek alif kaltayda o'tirmagan tabiiy. Shuning uchun men odatni tarqib tashlayveringlar Qur'onni endi o'zbekchani gapirgandek qilib demayapman, lekin har holda ozgina bir tilingizni qavushtirib Qur'onga o'xshatdingizmi, o'qivering. Mana hozirgi qorilarimiz, haligi mashhur trenddagi qorilar bor-ku, o'shalar aytayotgan darajadagi tajvid shart emas. Ursin, yiqsin, sizda kerak bo'lsa chiqib xavorij desin, mana shu gap uchun men ham sizda ham adashganga chiqarsin, bu Qur'onni behurmat qildisin, nima desa da ursa, men sizga Rasulullohning gapini aytayapman. Iqra'u fa kullun hasan. O'qivering, hammasi yaxshi. Umringizni tajvidga sarflamang shunaqa qilib 10 yillab. Ular kim? Sizga ana shunaqa qilib tajvidni hayotni mazmuni qilib oladigan odamlar, birinchi darajadagi.
Tajvidni orqasidan yeb yurgan odamlar ular. Tajvidni orqasidan tirikchilik qilib yurgan odamlar ular. Bu gap mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlari dalil. Hali shunday qavmlar keladiki, deyaptilar, qarang. Yuqimunahu kama yuqamul qidhu. Kamonni o'qi to'g'rilangandek to'g'rilaydilar uni, deyaptilar. Ya'ni qiroatini. Kamonni o'qidek to'g'rilaydi. Kamonni o'qi to'g'ri uchish uchun qanaqa to'g'ri bo'lish kerak? Silliq bo'lish kerak. Zarracha qing'irlik bo'lsa qiyshiq ketadi u. Ana hozir Rasululloh aytayaptilarki, ana shu kamonni o'qini to'g'rilangandek to'g'rilaydigan odamlar keladida, keyin nima qiladi, qarang. Ish fikri ana 20 yildan beri tajvid bo'lgandan keyin yata'ajjalunahu. U bilan tezda yeb qo'yadilar, deyaptilar. Yata'ajjal degani ajradan olingan, u o'tkinchi dunyo degani, dunyoda shu haqqini olib qo'yadi. Va la yata'ajjalunahu, keyinga qoldirmaydi. Ya'ni o'qigan Qur'ondan ajrini oxiratga qoldirmaydi. Ish fikri tajvid bo'lgandan keyin, tavhid bo'lmagandan keyin odam shu dunyoda yeydi o'sha tajvid orqasidan. Ana shu yata'ajjal deyiladi. Ana shu ajala o'tkinchi dunyoda shoshib haqqini yeb qo'yadi. Va la yata'ajjalunahu, oxiratga haqqini qoldirmaydi. Qur'onni tajvidini emas, tavhidini o'rgangan odam va o'rgatgan odam uni oxiratga qoldiradi ajrini. Tavhidini emas, Qur'onni. Quruq tajvidini o'rgatib yuraveradigan odam tavhidga qaramaydi. U dunyoda yeb qo'yadi haqqini bilan. Hozir odamlar aytadi, nima emish? Palon qori dunyodagi birinchi raqamli olim ekan. Ha, nimaga? Chunki u arab shayxlarining qiroatidan xato topibdi. Arab shayxlarining qiroatidan xato topsinda, endi o'zimizdagimi, boshqadagimi hokimlarga borib, ularga qo'lini ko'ksiga qo'yib qulluq qilib yuraversin, u dunyodagi eng katta olim bo'lsin, ha? Qarang qanaqa darajada jaholat odamlarda. Qur'on talaffuzidan xato topsa, inson dunyodagi birinchi olim bo'ladimi? Bir odam Qur'on talaffuz qilganda xato topsa uni. Arab shayxlaridan xato topgan bo'lsa, arab shayxlari, o'sha ilmli shayxlar bo'lsa agar, ular mana shu narsaga tushib qolishdan qo'rqib kamonni o'qib to'g'rilagandek to'g'rilamaydi Qur'onni. Men o'zim tajvid o'qiganman va 7 yilga yaqin tajviddan dars berganman o'zimizda, yosh bolalarga. Ishim mana shu tajvid o'qib yurish edi men ham. Lekin ilm o'qigandan keyin, Qur'on tafsirini o'qigandan keyin mana shu narsani tark qilganman. Mana shu hadisni o'qiganimdan keyin ayniqsa. Va qodir bo'lib turib o'sha mashhur qorilarda qilib mahrajlarni chiqarishga, lekin chiqargim kelmaydi shunaqa qilib. Nimaga desa, chunki odam qo'rqadi mana shunga tushib qolishdan. Kamonni o'qini to'g'rilagandek to'g'rilab, keyin ovozingizni birovga eshittirgis kelib qoladi, eshitgandan keyin orqasidan yeyiz kelib qoladi. Dunyoda haqqingizni yeb qo'yasiz hajridan shu bilan keyin. Shu fikringiz shu bo'lib qoladi, ertalabdan kechgacha tuxum ichgan, ovozini chiqaraman deb artist bo'lib qolasiz, otarchi bo'lasiz. Qo'shiq emas, Qur'on aytadigan otarchi bo'lasiz. Buni ham Rasululloh hadisda o'zi aytganlar, bittasini chiqarib qo'yadi, u chiqib unga qo'shiq aytib beradi deganlar. Hadis bu. Odam Qur'onning ichidan ma'nolarni o'rganish kerak. Uni quruq talaffuziga mahliyo bo'lib yurish emas. Mana Qur'onda Alloh nima deydi? Yatlunahu haqqo tilovati. Qur'onni tilovat qiladi emas, haqqo tilovati. Haq tilovat qil. Haq tilovat qilish u faqat hni chiqarish bilan yoki aynni chiqarish bilan bo'lmaydi. Haq tilovat qilish uni halolini halol, haromini harom qilish bilan, hududlarini qoyim qilish bilan bo'ladi. Mana Toybi rahimahulloh mana shu hadisning sharhida aytadilar, qarang. Hadisda dalil borki, Qur'on qiroatida haraj ko'tarilgan. Ya'ni haraj degani qiynab tashalmaydi odamlarni Qur'on deb, qiroat qilishda mahraj deb. Va yengillikka, zohiriy osonlikka qurilgan Qur'on qiroati. Va ajr istashga qurilgan, amalda ixlosga qurilgan, uning ma'nolarida tafakkur qilish ustiga qurilgan Qur'on deganlar. Ya'ni shunga ko'ra tushirilgan. Va uning amrini ajoyibotlariga sho'ng'ish kerak degan. Mahrajiga emas, ya'ni. Yata'ajjalunahu deganining ma'nosi dunyoda savobini yeb qo'yadi. Va la yata'ajjalunahu degani oqibatda ajrini qoldirmaydi degani. Balki ular o'tkinchi dunyoni oxiratdan ustun ko'radilar, Qur'on bilan yeydilar. U Qur'on bunga suyanmaydilar deb sharhlaganlar hadisda mana. Maqsad avom odamga, ummiy kishiga Qur'ondan eplaganicha o'qirsin. Bunda eshitgan odam Qur'on o'qiyapti deb biladimi uni? Ana o'sha odam Qur'on o'qiyapti. 826-hadis. Sahih ibn Sa'd as-Sa'idi aytadilar, bizning oldimizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqib keldilar bir kuni. Biz va nahnu naqtari Qur'on o'qib o'tirgandik dedilar. Keyin aytdilar, alhamdulillah, kitabulloh vahidun va fikumul ahmar va fikumul abyad va fikumul aswad. Iqra'u qabla an yaqra'uhu aqwamun yuqimunahu kama yuqawwamu sahmu yuta'ajjalu ajruhu va la yuta'ajjaluhu. Alhamdulillah dedilar, mana qarang. Hamma o'qib o'tiribdi Qur'on. Alhamdulillah, Allohning kitobi bitta. Sizlar ichingizda qizil ham bor, oq ham bor, ichingizda qora ham bor dedilar. O'qinglar. Bir odamlar kelib o'qishidan oldin
Ular o'qni to'g'rilangandek to'g'rilaydilar, ajrini tezlatadilar, qoldirmaydilar dedilar. Mana. Alhamdulillah deyapti Rasululloh. Hamma ichida qizil ham bor, oq ham bor, qora ham bor. Ya'ni har xil millat hamma o'qiyapti Qur'onni. Qo'ldan kelgancha-da o'qiyveringlar deyaptilar. Bir odamlar kelishdan avval o'qinglar ana shunaqa. U odamlar mana keldi, o'sha Rasululloh ogohlantirgan odamlar. Bular ummatning toqatini kemiradigan kanalar, shuni biling. Ya'ni ummat toqatini hozir nimaga sarflash kerak? Mana qarang, ummat ahvoli qanaqa ahvolda? G'azada u bu yotibdi, Turkistonda bu yotibdi, Shomda u har joyda ummat parokandalik, ummat birlashish kerak, kuch kerak ummatga. Bular ummat toqatini ana shu tajvidga sarflab ummatni kemiradigan kanalar bular. Shunday yoshlarni umrini tajvid bilan o'tkazib o'tiradi 10 yillab, 20 yillab. Ha, nima yomon ish qilyaptimi deydi, o'g'irlik qilyaptimi, zino qilyaptimi deydi. Sen o'g'irlik qilayotgan, zino qilayotgan odam bilan ishlamayapsan-ku, baraka topkur. Agar sen bir o'g'irlik qilayotgan, zino qilayotgan odamlarni olib kelib, kelinglar, undan ko'ra men Qur'on o'qiylik deb, keyin Qur'onni o'rgangandan keyin boshqa sohaga ularni yo'naltirib o'rayotgan bo'lsang, bu ishing yaxshi. Lekin bular qarasangiz, men ilm o'qimoqchiman degan odamlarni ana shu bilan ovora qilib o'tiradi. Men ana shuni yomonlayapman. O'g'irlik qilib zino qilayotgan odamni sen olib chiqib tajvid o'qit, bu yaxshi. Lekin bular o'zi ilmga men hayotimni bag'ishlayman degan odamlarni ovora qilib o'tiradi. Yoki hayotini bir jihodga bag'ishlayman degan odamni ovora qilib o'tiradi. Ertadan kechgacha tajvid bilan. Ana shu kamonni o'qib to'g'rilangandek Qur'onni to'g'rilash bilan. Ayb bu kana deyiladi mana bu odamlarni. Ummatning qonini ichib vaqtini zoya qilayotgan. Bularga endi gapirganingizda yoqmaydi, chunki siz ular tijoratini kasodga uchratasiz bu gaplaringiz bilan. Tabiiyki ishkallab ketadi mana bu gapni eshitgandan keyin ular. Chunki biznesingizga bolib turyapsiz siz bu gaplaringiz ularda. 727-hadis. Abdulloh ibn Abu Avfa aytadilar. Bir kishi Nabiy sallallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki, men Qur'ondan hech bir narsa olishga qodir bo'lmayapman dedi. Yodlolmayapman deganda, ya'ni. Fa'allimni ma yujiuni minhu. Shu Qur'ondan nima menga o'tadi, shuni menga o'rgating dedi. Rasululloh aytdilarki, qul, mana buni ayt. Subhanalloh, valhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar, va la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Mana shuni aytdilar. Haligi odam aytdiki, Rasululloh, bu Alloh azza va jalla uchun. Men uchunchi? Rasululloh aytdilar, qul, mana buni ayt. Allohumma arhamni warzuqni va afini wahdini. Haligi odam turib ketgandan keyin falamma qoma qala hakaza biyadi. Qul bilan bunday qildi u odam. Ya'ni qo'lga bir narsani qismlagandek qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytdilar, amma hada faqat mala'a yadahu min al-khayr. Ammo mana bu odam qo'lini yaxshilikdan to'ldirdi deganlar. Ya'ni mana qarang. Hozir ba'zi odamlar aytadi-ku, mana endi bu odam arab ekan qarang hozir hadisga kelgan kishi. Endi bizda hozirgi ajamlar, xususan mana shu kommunistlik tushunchasi bilan katta bo'lgan odamlar yoshligidan shu narsalar o'rgatilgan, ruschaga til qovushadi, arabchaga til qovushmaydi. Mana shunaqa odamlar Qur'on yodida olmasligi haqiqatan mumkin. Mumkin deganim, ya'ni haqiqatni yodida olmayotgan odamlar topiladi, uchraydi. Chunki Rasululloh zamonida bo'lgan ekan qarang. Yodlay olmayapman men Qur'ondan hech narsani degan. Boshqa narsani yodlatsangiz yodlaydi, shu Qur'onni yodlay olmaydi. Hech tili kelmaydi shunga. Bitta haligi Ixlos surasini ham yodlay olmaydi kerak bo'lsa. Mana shunaqa odamlar bo'lsa nima qilinadi? Rasululloh shu odamga o'rgatyaptilar, qarang. Qur'ondan bir narsani o'rniga o'taydigan narsani o'rgating deganda aytdilarki, subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, allohu akbar, va la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Mana shuni aytdilar. Bu oson-ku juda, to'g'rimi? Subhanalloh mana. Alhamdulillah. Har qanday odam ayta oladi buni. Kofirlarga qarasangiz ham Allohu akbar deb kofirlar ham o'rganib oladi bu kalimalarni. La ilaha illalloh, Allohu akbar, va la havla va la quvvata illa billahil aliyyil azim. Keyin u Allohga-ku deyapti. Ya'ni bu maqtovlar hammasi Allohga-ku. Menga nima deyapti haligi kishi? Rasululloh aytdilarki, sen mana buni ayt o'zingga. Alloh marhamni, Alloh meni rahim qil, varzuqni, meni rizqlantir, va afini, ofiyat ber, vahdini, hidoyat qil. Ko'ryapsizmi? Namoz o'qimaslikka uzr yo'q-da. Hozir ba'zi odamlarga namoz o'qi desangiz, men sura yodlay olmayman deydi-ku, bahona o'tmaydi. Yodlay olmasang ham o'qi. Shu odamlar yotib turganda, yotib tur, mana shu kalimalarni ayt. Hech bo'lmasa qo'lingga qog'oz olib, yozib olib ayt. Namoz o'qimaslikka lekin uzr yo'q. Mana shu kalimalarni aytib to'g'ri yodlaganingcha namoz o'qisang uzr bor, inshaalloh o'lib qolsang Alloh huzurida najot topasan. Lekin men yodlay olmaganman deb o'qimasang uzr yo'q. Ba'zilar mana shu paytda johillik qiladi-da, yo sen hali Fotihani, Zamsurani tajvid bilan yodlamadingmi? Namoz o'qimasang deydi. Namozing o'tmaydi deydi. Hali namoz yo'q degan rivoyatlarni oladi. Baraka topkur, namoz yo'q degan gapda aytgan zot mana bu gapni ham aytgan ekanlar mana. Endi qarang, shu odam qo'ldan kelgancha shuni olib, men qo'limdan shu keladi degandek qildi, qo'liga qo'lini qismlab oldi. Qo'lini qismlash deganda qo'lda hech narsa yo'q. Lekin xuddiki men mana shu narsalarni mahkam tutaman degandek qildi-da. Rasululloh aytganlar shunda, ana bu odam qo'lini yaxshilikka to'ldirdi deganlar. Ko'ryapsizmi? Bitta surani tajvid bilan aytib qo'ying, shunchaki ham ayta olmaydi. Lekin qo'lini yaxshilikka to'ldirdi deganlar.
Endi bitta odam Fotihani yodlashga, hech bo'lmasam yoki boshqa surani yodlashga qodir bo'lib turib, shu kalimani aytib yuraversin degani emas bu. Masobih kitobida aytilgan, bu to o'rganib olguncha mana bu odamga aytilingan gap. O'rgan olsa, o'sha o'rgangunga qadar. O'rgan olmasa, aytaylik, haqiqatdan shunaqa odam bo'lishi mumkin, bitta Fotihani ham yodlolmaydi. O'shanda mana shuni aytib yursa joiz yoki yuqorida aytganimizdek qog'ozga yozib, qarab qog'ozdan o'qib yurishligi kerak. Muhimi namoz o'qish kerak. Xattobiy rahimahulloh aytganlar, asl namoz Fotihasiz o'tmaydi. Lekin agar bir odam Fotihani ham o'qa olmasa, Fotihadan boshqani o'qa olsa, o'sha boshqani o'qirish kerak deganlar. 7 ta oyat miqdorida Fotihadan boshqa surani o'qisin. Fotihani o'qiy olmasa-da. Chunki Fotihadan keyingi eng afzal zikr Qur'on. Qur'on ham zikr. Agar bu odam Fotihani ham bilmasa, o'rgana olmasa ham va Fotihadan keyin boshqa surada ham 7 ta oyat o'rgana olmasa, u na hifzida, naki talaffuzida, mana bunaqangi kitobga qarab o'qishida. Undan keyin bu odam mana yuqorida aytilgandek zikr qilsin. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Va la havla va la quwwata illa billah. Chunki Allohning kalomidan keyingi eng afzal zikr mana shu deganlar. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. Va la havla va la quwwata illa billahil aliyyil azim. 828-hadis Jabir ibn Abdullah aytadilar. Biz nafil namoz o'qirdik. Qiyomda, o'tirganda duo qilardik. Va rukuda tasbih aytardik va sajdada ham. Ya'ni mana nafil namoz. E'tibor bering, farz emas. Farzda qiroat qilinishi kerak. Endi nafil namozda deyaptilar. Qiyomda turganda, o'tirganda duo qilardik, qiroat emas. Va rukuda, sajdada tasbih aytardik, tushunarli. Endi bu Rasulullohning so'zlari yoki fe'llari emas, sahobiy Jabirning fe'li birinchidan. Ikkinchidan hadis bu zaif, ya'ni. Isnodida uzilish bor. Hasan Basriy Jabirdan deb keltiryapti. Hasan Basriy ma'lumki Jabirdan eshitmagan. Shuning uchun hadis zaif. Sahih bo'lganda edi, olinardi amalga. Lekin bunda nimaga amal qilamiz bu hadisni? Qachonga amal qilamiz? Yuqorida aytganimizdek, bir odam namozni boshlamoqchi, hali hech vaqoni bilmaydi. Ana shunda aytdilar. Qo'ldan kelgancha duo qil, tasbih ayt, nima qilib bo'lsa ham shu yotib turib namoz o'qi. Rivoyat mana shu zaif bo'lsa ham bor deyiladi. 829-hadis. Abu Dovud aytadilar, Musa ibn Ismoil bizga aytdi. U aytadi, Hammod aytdi, u Humayddan yuqoridagidek yana shuni mislidagi rivoyat. Faqat bu yerda nafil namozda degan joyi kelmagan ekan. Hasan Basriy peshinda va asrda imom o'tardi yoki imomning orqasida bo'lsa ham Fotiha kitobini o'qirdi-da, tasbih, takbir, tahlil aytardi. Qof va Zariyat suralarining miqdoricha degan ekan. Ya'ni qarang, bu yerda imom o'tadi deb kelyapti. Va farzda deb kelyapti yana imom o'tib. Fotihatul kitobdan keyin Zam surani o'rniga. Fotihani o'rniga emas. Fotihadan keyin tasbih, takbir, tahlil aytardi deyapti. Tahlil la ilaha illalloh. Qof va Zariyat suralarining miqdoricha. Endi bundan o'sha Zam sura farz emas degan gap chiqadi-da. Bu ham meni Hasan Basriyning fe'li. Aslida Zam sura o'qigan afzal. Chunki eng afzal zikr Allohning kalomi dedik. Bu subhanalloh va alhamdulillahlardan ham afzal. Bu o'sha bilmaydigan, Zam sura o'qishni bilmaydigan odamlarga aytilinadi. Misol savol berishyapti. Men Qur'on yodlamaganman va Qur'onni o'qishni ham bilmayman hattoki. Faqat og'zaki shu 4 ta surani yodlab olganman. Kechqurunlar uzun tahajjud o'qimoqchiman yoki Ramazonlarda mana tarovih o'qimoqchiman, xatm qilmoqchiman, xatm qila olmayman lekin. Nima qilay deydi. Ana shuni shu odamlarga aytiladi-da, uzun qiyomlarda turib shu bilgan surangizni qayta o'qivering yoki tasbihlar, takbirlar aytavering 100 martalab, 1000 martalab. Inshaalloh ana shu ajrni olasiz. Endi o'rganishga qodir bo'lmasangiz-da, qodir bo'lib turib dangasa bo'lib yurganingizga bu narsaga ajr olasiz deyilmaydi. 138-bob babu tamamit takbir, takbirning tamomiyligi. Nima degani bu? Ya'ni nechta takbir aytsa namozda tamomiy bo'ladi. Takbirdan maqsad mana Allohu akbar deb rukuga ketish, Allohu akbar deb sajdaga ketishdagi takbirlar bor-ku. Nechta takbir? Aslida 2 rakat namozda 11 ta takbir bor. Birinchisi takbiratul ihrom, keyin har bitta rakatda yana 5 tadan takbir. 3 rakatlik namozda 12 ta takbir bor. 4 rakatlik namozda 22 ta takbir bor. 5 mahal namozda hammasi bo'lib 94 ta takbir bor. Takbiratul ihrom vojib bulardan. Ya'ni birinchi kirganda Allohu akbar deb takbir aytish. Qolganlari sunnat. Agar qolib ketsa ham namoz sahih bo'laveradi. Sunnatda amal qilmagan bo'ladi faqat. Ahmad ibn Hanbal esa hamma takbirlar vojib degan. Lekin aslida to'g'risi jumhurning mazhabi hamma takbirlar vojib emas, birinchisi vojib, qolganlari sunnat. Bunga hozir dalillar keladi, qolganlari vojib emas, sunnatligiga. 830-hadis Mutarrif aytadilar, men va Imron ibn Husayn Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu orqasida namoz o'qidik. U kishi sajda qilsa takbir aytardilar, ruku qilsa ham takbir aytardilar. 2 rakatdan turgandan keyin ham takbir aytardilar. Namoz tugatganimizdan keyin Imron meni qo'limdan tutdilar-da aytdilar, laqad salla hada qabl, hozir mana bu odam namoz o'qidi. Yoki aytdilarki, bizga mana bu odam oldin namoz o'qib berdi, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning namozini dedilar. Ya'ni mana o'zimizda hozir qilinayotgan ish
Rukuga ketsak ham takbir aytamiz, sajdaga ketsak ham takbir aytamiz-ku. Xuddi shunaqa qilib takbir aytib namoz o'qiganlar. O'zi boshqa namoz bormi deyishingiz mumkin-da. Tobiinlar asrida mana shu takbirlarni aytmay qo'yishgan. Buni Usmon roziyallohu anhu ichlarida aytganliklaridan takbirlarda. Bu takbirlar unut bo'lib ketgan odamlarga deyilgan. U kishidan Muaviya roziyallohu anhu shuni o'rganganlar. Muaviya roziyallohu anhudan keyin Umaviylarga o'tib ketgan bu narsa. Umaviylar shuni joriy qilib olgan, Allohu akbar deb takbirni aytmaydi. Uni Usmon jahriy aytmay ichida maxfiy aytgan, lekin ular keyin uni mutlaqo yo'q deb o'ylab, shu bilan yo'qolib ketgan mana shu sunnat. Keyinchalik Ali roziyallohu anhu mana shu sunnatni tiriltirdilar, ya'ni qaytitdidan Allohu akbar deb rukuga ketyaptilar, Allohu akbar deb sajdaga ketyaptilar. 2 rakatdan turgandan keyin ham ana shunda Imron ibn Husayn mana shuni aytayaptilar, mana bu odam hozir menga Rasululloh namozini eslatib yubordi deyaptilar. Mana shu o'sha takbirlar sunnatligiga dalil. Xususan imom o'tgan odam jahriy aytishligi sunnat. Endi Usmon roziyallohu anhu nimaga jahriy aytmaganlar desa, u kishi qarib qolganlar. Ovozlarini baland qilib aytishlik u kishiga mashaqqat bo'lib qolgan. Shuning uchun ichlarida aytganlar, lekin keyingilar kelib buni o'zi yo'q deb o'ylab olib, shu bilan shunaqangi narsalar chiqib ketgan. Ko'ryapsizmi, ixtilof nimadan chiqadi? Bir odam bir narsani shunchaki qodir bo'lmagandan tark qiladi. Keyingilar kelib olib bo'lsa, uni muridlari yo'q deb o'ylab oladi keyin uni. Bor bu deganingizga tushunmaydi keyin. Ana shundan ixtilof chiqadi. 831-hadis Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadilar, u kishi farz namozda, har namozda va boshqa namozlarda ham farzdan boshqa turganda takbir aytar ekan, ya'ni Allohu akbar. Va ruku ketayotganda ham takbir aytar ekan. Keyin Sami-Allohu liman hamidah deb, keyin Robbana va lakal hamd der ekan sajdadan oldin. So'ngra Allohu akbar der ekan, yana sajdaga ketayotganda. So'ngra takbir aytar ekan sajdadan boshini ko'targandan keyin. So'ngra yana sajda qilayotganda takbir aytar ekan. So'ngra yana boshini ko'tarib takbir aytar ekan. So'ngra 2 rakatdan o'tirgandan keyin turishligida ham takbir aytar ekan. Har rakatda mana shunday qilardi. Namozni tugatgunga qadar deyapti. So'ngra namozlarni tugatib aytadilar, nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, men sizlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning namozlariga eng o'xshashlaringman derkanlar. Inkanat hadihi la salatuhu hatta faraqat dunya. Rasululloh dunyodan ayrilgunga qadar namozlari mana shunaqa edi derkanlar. Mana maqsad hozir aytganimizdek, o'zimiz o'qiyotgan namozimizda ham shu kayfiyat bor-ku, ruku ketayotganda takbir aytamiz. Rukudan turgandan keyin Allohu hamd, Robbana lakal hamd, sajdaga ketayotganda takbir aytamiz, turganda ham takbir aytamiz, 2 rakatda turganda ham takbir aytamiz. Muhimi hozir aytdik. Har namozda 11 ta takbir bor, har rakatda. Har rakatda 11 ta takbir bor. Har 2 rakatda, ya'ni har rakatda 5 tadan takbiratul ihrom bilan 11 ta bo'ladi 2 rakatda. Mana shular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlarining kayfiyati takbirda. Shuning uchun Abu Hurayra mana shunday qilib namoz o'qidilar, Rasulullohga namozda eng o'xshashlaringman. Rasululloh to dunyodan ayrilgunga qadar mana shunaqa namoz o'qiganlar deganlar. Abu Dovud aytadilar, mana shu oxirgi gap, ya'ni Rasululloh dunyodan to ayrilgunga qadar shunaqa namoz o'qidilar dedi-ku. Malik, Zubaydi va boshqalar uni Zuhriydan, Ali ibn Husayndan deb rivoyat qilishgan. Va Abdul A'lo ham Ma'mardan qilgan rivoyatida Shuayb ibn Abu Hamzadan Zuhriydan qilgan rivoyatda shunga muvofiq bo'lgan deyapti. Ya'ni yuqorida Abu Hurayradan deb keldi-yu shuni. Endi bir rivoyatlarda bu Abu Hurayradan emas, Ali ibn Husayndan deb kelgan ekan-da. Ali ibn Husayn radhiyallohu anhu o'g'li. Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abu Talib ya'ni. Ba'zilar shu kishining so'zidan bu deb keltirgan ekan. Zarar yo'q. Ba'zilar uni shu yuqoridagi Abu Hurayraning so'zidan deb keltirdi, ba'zilar Ali ibn Husayn so'zidan deb keltirdi. Maqsad bu rivoyatga tegishli gaplar. Muhimi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlari yuqoridagi kayfiyatda. Xoh Abu Hurayradan kelganmi bu, xoh Ali ibn Husayndanmi, zarar yo'q. 832-hadis Ibn Abdurrahman ibn Abza aytadilar otalaridan. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiganlar. Va kana la yutimmu takbira. Takbirni tamomiy qilmasdilar dedi. Abu Dovud aytadilar, buning ma'nosi agar rukudan boshlaridan ko'tarsalar va sajda qilsalar, sajda qilishni istasalar, takbir aytmasdilar. Va sajdadan tursalar, takbir aytmasdilar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigan, Rasululloh takbir tamomiy qilmasdilar degan ma'nosida Abu Dovud aytayapti. Rukudan bosh ko'targandan keyin Sami-Allohu liman hamidah. Bunda takbir aytilmaydi-ku. Sami-Allohu liman hamidah, Robbana lakal hamd deydi. Va sajda qilishni istasalar ham takbir aytmasdilar deyapti. Ya'ni takbirni tamomiy qilmasdilar deganda hozir shuni ma'no borki, bunga sharh berishmabdi. Takbirni oxirigacha eshittirib aytmasdi degan maqsadda tushunsagan bo'ladi. Ya'ni masalan Allohu akbar. Alloh degan joyi eshitiladi, akbar oxiri unchalik eshitilmaydi. Allohu akbar. Sami-Alloh. Ana shu Sami-Alloh degan joyi eshitiladi, oxirgi qismi eshitilmaydi. Ana shu maqsad qilayotgan bo'lishligi mumkin, zohirdan shu.
Chunki takbir aytganlar, boshqa rivoyatda keldi-ku, uni ba'zan maxfiy aytganlar, ba'zan yoki oxirini maxfiy aytganlar. Shundan u narsani yo'q deb o'ylagan olganlar chiqdi o'zi dedik, takbirlarda. Lekin aslida ichda aytganlar, uni oxirini aytmasdi degani emas, aytgan, lekin ichda aytilingan, jahriy emas. Arada aynan sуда lam yukabbir mana aytayapti Abu Dovud, sajda qilishni istasa takbir aytmasdi deyapti, sajdadan turgandan keyin ham takbir aytmasdi deyapti. Bu ma'nosi aytdik, aytmasdi deganidan maqsad jahriy emas. Bu ba'zi vaqtlarda bo'lgan. Yoki ba'zi qismini jahriy qilmaganlar bo'lgan. Lekin aslida aytilingan. Endi bu ham doim qilinish kerak degani emas. Aslida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari, doimiy sunnatlarda aytdik, jahriy bir xil kayfiyatda aytganlar. O'zi bu rivoyat zaif ekan mana. Hasan ibn Imron Shomiy degan kishi bor hadis sanadida. Zaif odam bu yani. Shuning uchun bu rivoyat unchalik muhim emas. Avvalgi rivoyatlarga qaytlanamiz, uki aytish kerak va jahriy aytish kerak imom o'tgan odam xususan. Bu yerda to'xtaymiz, keyingisi ikki tizzani ikki qo'ldan oldin qo'yish, ya'ni sajdaga ketish kayfiyati haqida. Inshaalloh keyingi darsda shundan davom ettiramiz. Allohu a'lam.